Oh, fantastic. Men unaqa ikkinchisi yo'q. Shunchaki hazillashuvdim deb ayting iltimos. Tizchoq Shahi, давай. Kenayi. Xavotir olmang. Bu kishi ikkita xotinga ham uspech qiladilar, hammasini obspech qilib qo'yadilar. Matematikani yomon ko'rganim 100 marta aytganman, lekin o'sha paytga kelib matematikam bilan zo'r bo'lgandi. Nimaga yomon ko'rasiz? Va xohlagan joyga uspech qilasiz. Sanda energiya bo'lmasa ham kerak. Endi jo'ra. Bitta chiqdilar dadam keyin. Dada soat 4gacha uxlashlar kerak edi o'zi hali. Ha, o'zi Necha xillar chiqadi? 2:30 bo'lganmiz bu yoqda. shunaqa stress bo'lyapmiz, dadam bu yoqda asabiylashib yotdilar. Ekin Opayz nima qoldi? Mana ishim bor. Yo, eng qizig'i, eng katta umid mendan edi. Chunki meni matematikam yaxshi edi. Opam yo Jirafa deb matematika o'qituvchi emasmi? yo Alo? o'qitmas. Alo, kim bu? Mana jirafaman. Iltimos. Pasportim sizniki emasmi? Bunaqa yangiliklar bilan siz qanchalik urining sochini oqartirib olgan bo'lsangiz. Biz hozir kulib eslaymiz. Bor eshitib yuraylik plus. Sani bunaqa qizlar, bunaqa bir yengiltak qizlar o'ylamardim. Bittasini yaxshi ko'rding. Ha, kalit kerak, kalit. Sen kirmagansan, opang tochda kirmagan. Shart emas tekshirishdilar. Ha, bitta tekshiraylik. Ha, tekshirib qo'yaylik, tekshirib qo'y. Chiqaraman. Aka, katta farzand bilan mendan so'rang, aka bilasizmi? Katta farzand как будто yo'q odam deyapti. Yo'q, bor odam emas, kuchuk faqat u просто. Siz hozir buni ham opayingiz maqtayapsiz. Ham opayingiz o'sha momentda yerga uryapsiz. Opamiz aqlli, faqat toqlar dastlada shunaqa sal-palqar. Просто bir omadi kelib qoladi shular. Shunday. Keyinchi hay red flag yana nima? Multikga o'xshaysiz rostdan. Ha? Multik bor, o'sha multikka o'xshaysiz. To'g'izmi? Nechada? Bo'ldi, hozir yana asosli jo'g'iz haqida gapirasiz, Shunday shundan juda ham tugatsak ham bo'ladi, qiziq. bemalol. Shunday, jo'g'im ham juda ham qiziq. Jo'g'imdan siz demaysiz o'tsa agar. Matematika emblem emas, qanaqa bo'lishi kerak oldidagi. Qarang, she'rda ham matematika o'lyapti-da, shu men matematikam yaxshi emas, shu matematikam yaxshi bo'lsa-ki, men sandan foydalanaman deb. Yo, lekin rost. Qaysi kommentdan keyin o'zlarini erkakdek hisoblaydilar. Yoki sizga qanaqa komment yozilsa, o'zingiz ayol kishini his qilgan bo'ladi. Shahboz, Men unaqa yozmaganman. Shahboz. Men unaqa yozmaganman. Sani projetdan chiqib O'ylagan men unaqa Sen yozmaganman. yozgansan shu narsalar bor-ku. Aynan mana shu hater yozgan sizga ana shu gaplar bor-ku. Tashakkur uchun kattakon rahmat. Rahmat, kattakon. Xush kelibsiz. Turkiya deyapti. Siz o'qisizmi? Samandar aka Turkiya ketsin deyapsiz. Ya, endi bu to'g'ri, podcast emas, ancha bilan zoom bo'lib qolganda. Adinazni, kechirasizlar. Ana u menga qara jo'ra. Keyin men senga o'sha odamni Bunaqa imkoniyat bir marta bo'ladi. Yo'q. Oh, fantastik. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir fantastik soniga xush kelibsizlar. Hatto sizlar xush kelmaysizlar, просто ko'rasizlar. xush ko'rdinglar. Xullas, fantastik shouning yana bir yangi sonini, xullas biz syomkasini boshladik. Qalaysizlar endi? Yaxshi, qanday aka siz? Ya, zo'r. Ko'rinishicha ajoyib pijamada kelib olgansiz. Hali gaplashamiz bu mavzuda sizlar bilan. Xo'p, mayli. Xullas, hozir mehmonni taklif qilib olaylik. Kim mehmon? Siz bilasizmi kimni taklif qilganmiz? Ha. Birdan aytmaydi bunaqa. Men hali aytganim yo'q, hali endi tanishtirmoqchiman sizlar bilan. Ha, tanishtirmoqchiman yo'q. Xo'p, давайте boshlaymiz. Xullas, Bachajonni deb ularni ko'pchilik biladi. Nima degani Bachajon degani? Bachajon degani bolajon degani aka. O, Bu Navoiycha sheva, Samarqandcha sheva. Bachajon. o yaqinsizlar. Xullas, Navoiylik bloger singlimiz bor Amerikada. Amerikaga kelganlariga naqd 3 yil bo'lgan. 3 yildan beri Amerikada Meksika bilan ham ketganlar? o'qib. Cheznes kelganlar. Meksika bilan? Ular o'qiydi, o'qishga kelgan. Ha, studentska. Ha, hozir Siz endi ham chetdan Meksikaga ketasiz, hamma Meksikadan kelgan. Yo'q, endi 3 yil bo'lgan deyapsiz. 4 yildan beri trendda Meksikadan kelish. endi ko'p qizlar ham keldi-da, nimada Cheznesga shunga. Ya, sinimiz o'qiydilar. Zo'r. O'qish bo'yicha ketsalar yaxshi. Ularni shu bilan bitta yoshligidan esda qolarli voqea bo'lgan ekan. Qanaqa? Ular yoshligida bitta o'qituvchilari juda ham qattiq so'z, yomon haqorat qilgan. Vau. Ikkichi bo'lgan Qanaqa ham. so'z bo'lishi mumkin? Ularga shu darajada tegib ketganki, hozirgacha ularni esdan chiqmaydi shu haqoratli so'z. Endi bilmadim, sen Ya, qanaqa shuni yomon qizsan deb aytganlarmi yoshliklarda? yoshligida o'qituvchilari jirafa deb haqorat qilgan.
Saxofonda shu so'z ularga shu ta'sir qilganki, hozirgacha shu o'qituvchilarni shu haqoratli so'zlarni eslatib Azoblar keladi. Bo'ylari uzunmi shunaqa jirafada? O'zi bor-ku, o'sha yoshligimizda bizlarga hammamizga yomon muomala qilishgan-ku. Masalan, Deski travma bor deysizda. aka, meni shu shappotlab urishgan 4-5 martalab. Onam aytganlar mana bir yuzingga ursa agar, o'ng yuzingga ursa agar chap yuzingni tutib ber deb. Men tutib beraverganman, o'qituvchilar ham kayfiga uravergan Mana faqat. yuzida shramchasi bor aka bitta shuni. Eslatmang aka. Xullas, Keyinchi? go'zal, chiroyli, qomatli singlimiz. Aha. Xullas, turmushga chiqmagan. Hali ular menimcha Siz nima urg'u berasiz? Oldagi shahzoda kutyaptilar. Chiroyli, qomatli deganda. Go'zal singlimiz. Endi ularni maqtamoqchiman-da. Ya'ni maqtashga arziydigan singlimiz, juda qobiliyatli. Bizni chiqish podkastimizda boshida bir mehmon bo'lib chiqqanlar va bu bizga ularni chiqishi bizga juda ko'p podpischilar olib kelgan, bilasizlarmi? Albatta, albatta. Birinchi 2 millionlik prosmotr bo'lganda bizda. Bo'lganda. Xullas, taniganlar tanidi. Safinaxon! Safina singlimiz taklif qilamiz. Keling qani? Keling, To'lat qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat. Biza ham Assalomu alaykum. Endi siz qo'ldan kelgancha maqtab turuvdik. Rahmat kattakon taklif uchun. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Rahmat. Kelibsiz bizni fantastik showimizga. Katta rahmat taklif uchun. Men ham bo'lsa mana bunaqa ko'rinishda men sizni kutib olyapman bugun. It's okay, hammanglar rang-barang, naborat, beeline bo'lib turibsizlar. Hozirgina spaylashib keldilar. Nimaga bunaqa ko'rinishdaman deb o'ylaysiz? Чтобы yaxshi atmosfera, odatdagi atmosfera bo'lishi uchun. Uy atmosferasida bo'lish uchun. Menimcha yo'q. Menimcha yo'q. Menimcha boshqa Bizni atmosfera. birinchi sonimizda bizni bir do'stimiz hazil qilaman deb Samandar akamni ikkita xotinlari bor. Gapirib olibdilar. Yo'q, Endi tasavvur qilavering uyda nima bo'ldi undan keyin. Men tasavvur qila olmayman Samandar aka. O'shandan Endi uyga kira olmayapman, ko'chada mana shu yosh kiyimlarda yuribmiz. rostdan. Bechora Samandar aka. Mashinada yashab yuribsiz. Sizga nima qilib yomonlik qiluvdim menga? Aka mana joy qilib beramiz. Sizga men nima yomonlik qiluvdim? Shahboz bag'ri keng. Sen iplos bitta oilani hozir buzib yuboribsanmi sen gaping bilan? Qara. Yoshligimdan shunaqa. Yo'q, bitta oilani bitta oilani buzib Yoshligimdan yuboribsan. Yoshligimda men buni endi u gaplar kerak emas, Siz- maktab payti. Menga qarang, onasi mana o'zi aytadi mana do'stimizdir. Iplos. Men unaqa ikkinchisi yo'q. Toshkent shunchaki hazillashuvdim deb ayting iltimos. Tizchoq shahiy, davay. Kenayi. Tizchoq. O'tir olmang. Bu kishi ikkita xotinga ham uspech qiladilar, hammasini обеспечить qilib qo'yadilar. Nima qilasiz yashirib aka? Nima qilasiz yashirib? Borib Menda qasdim. Yangi yo'q, qasdim yo'q, adrenni ishga sizga telefon boryapman qilib, deb haftada tizchoq 2 kun kechirim so'raydi. Shahboz keyinroq. Kechiring, iltimos, kechiring. Bo'ldi, Samandar aka, bundan keyin kirasiz uyingizga. Bo'ldi, aka. Men o'zim sizga uy qilib beraman. ASA Pro'da bag'ri keng akajon. Uyimiz bor, sharoitlar Ha, yaxshi. bu juda ham dolgi bo'ladi. E'tibor bermang, Safina. Qanday siz o'zingiz? Yaxshimisiz? Manzur. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, ajoyib. Nima yangiliklar Safina? Qanday siz o'zingiz? Hayot Nima gaplar? go'zal, yashamoq totli. Ayniqsa Amerikada. O, albatta. Ajoyib bo'ladi. Конечно, konsertlarga borib, ishlab, hammasi zo'r. Ko'rib turibmiz. Juda ham Qanaqa bunaqa hammasiga uspet qilasiz? O'zim bilmayman, mendan hamma so'raydi, qanaqa qilib uspech qilasan deb. Ba'zida o'zim o'ylab qolaman, что meni har xil versiyalarim bo'lsa kerak, u yoqdan bu yoqqa yugurib Yo'q, men uspech sizga qiladigan. aytaman-ku, sizga o'xshaydigan odam bor. Menimcha ulgurmagan joyingizga o'shani yuborsangiz kerak siz. Da. endi bilasizmi, men o'ylayman, qizlar, yigitlar ham xuddi shunday, uylanmasdan, erga tegmasdan oldin juda ham ko'p energiya bo'ladi odamda va xohlagan joyga uspech qiladi. Bugun mana bu Sanda energiya bo'lmagan bo'lmasa ham kerak. endi jo'ra bitta odam bor dunyoda. Mana shu meni yoshligimdan beri ana shu tualetga birga biz qanday bo'lganimiz yoki bo'lmasa shu yoshligimizdan bog'chaga qanday bo'lganimizni hamma narsani biladigan odamda. O'sha haqida gapirib bo'lmaydi oldida. Xo'p, mayli, ozgina o'tib ketib boshlamaga. Ha. Safina nimangiz zo'r ekan, Abujan deyapman. Nima mana bu? To'qib olganingiz. Ha, uzukmi? Ha. Uzuk, da, zo'r. Yo'q, qo'lingizdagini ayting. Buni aytyapsizmi? Ha. Da, bu ham chiroyli. Bu sochga qiladigan unaqa zakolkami deb o'ylabman men, chiroyli ekan. Yo'q, bu unaqa taqinchoq. Men xuddi bilasizmi, endi men erkaklar tumasida o'ylasam agar, ularda bu xuddi katta bir shaybaga o'xshaydi. Balonni ichiga qo'yiladi-ku, o'shanaqa narsaga o'xshaykan. Da, bu stil moda. O'xshamadi, mayli, hay. Mayli, keling. Qalay ketyapti bugungi kunda ijodlar, sayohatlar? Hammasi zo'r, Xudoga shukr. Shu kontentlarga uspech qilishga, ishlarni ham hammasini o'z joyiga qo'yishga harakat qilyapman.
ko'rgan bo'lsanglar, kecha konsertga bordim. Birinchi o'rinda o'zim uchun, ikkinchi o'rinda yana o'zim asosiy maqsad podpischiklarim uchun. Konsertga, podpischilar uchun bordingiz. Ha, o'zim Ajoyib. uchun, keyin podpischiklarim uchun. Kim konserti edi? Qanaqa konsert bo'ldi? The Weeknd konserti bo'ldi. Bilasizlar? The Weeknd. Kim u? Saq bo'lsam bilasan Man menimcha. bilmayman, ama yoshligimdan bilmayman. Selena Gomezning bivshisi. Shunaqa desam to'g'ri bilmayotganimiz, saq bo'lsa Selena bilmayman. Gomez'ni taniymiz lekin. Selena Gomez taniymiz. Uni Selena Gomez, taniydigan menimcha erkak bo'lmasa kerak Selena Gomez. Selena Gomez men o'ylashimcha o'sha Justin Bieberning nimasi, ha? Da. Bivshi girlfriend. Da. Mana o'zim xabarim bor. Bunaqa narsalardan. Xo'p, qanday o'tdi konsert? Zo'r bo'ldimi? Da, juda zo'r. Prям energichniy kayfiyat beradigan, juda ham odam ko'p edi. Где-то 60 mingta odam. Konsertga borishdan oldin ko'p amerikansklar har xil dorilar ichayotganmi yo Alloh alam bilmadim endi. Men bilmadim. Prosta konsertga borishdan oldin ko'p amerikansklar bunaqa dori-pori, shunaqa narsa ichib bo'lar ekan, shu konsertda o'ynash uchun. Shunaqa dori Yo'q. ichmaysizmi? Nima bo'ldi? Yo'q, bilmadim lekin bilmaysiz. to'g'risi. Biz ichib ko'rmadik. Mayli, mana ichib ko'rmagan, prosta eshitganman shunaqa deb. Nimada? Mish-mish gaplarda bular prosta. Ajoyib. Xo'p, yana nima gaplar sizda? Yana nima gaplamanda? Oxirgi podkastdan keyin o'zgarishlar hozircha mashina oldim. Unda yog'dish keling mashinam to'g'rimi? Ha, mashina oldim. Unda mashinangiz bo'ldi? Anaqada Wisconsinlarda buzilib yo'llarda qolib ketgan Men haqida nihoyat aytdingiz. mashina oldim. Ishimni 1 yil ichida 4-marta almashtirdim. Ajoyib. Keyin Instagramda 70 mingni ochdim. Wow. O'zi ajoyib chotki. Ura. 70 mingdan oshgan bo'lsa-ku, hoynahoy yaqin orada Samarqandga siz agon qilasiz. Yo, men kuzatib boraman. Men bulardan bir xil ketyapmiz podpischiklarim. Yo'q, sizda nechta? 75 ta hozir. Menda 72 Men ming. tezroq Safiyadan birinchi 100 mingtaga chiqmoqchiman. O'zim uchun target qo'yganman. Bo'ldi, ko'ramiz. Birga gonka tashlasa bo'lar ekan, kim birinchi yutsa deb priz qo'yib. Yaxshi motivatsiya. Motivatsiya yaxshi bo'ladi. Yaxshi motivatsiya bola. Da. Iloyim million, 2 million, 10 million ketsin podpischikingiz. Aytganingiz kelsin, sizlarga ham xuddi shunaqa narsa tilayman. Podkastdan keyin ancha sizga bu narsa yordam berdi, podkast. Men o'ylayman endi podkastdan keyin ancha-muncha sizni fanatlaringiz ko'paydi. Aytmoqchimanki, bunaqa uverenda o'ziga dadil qiz ko'p qizlarga motivation berganda bu kishi. Yaxshi joylardan chiqishgan bo'lsa kerak. Deganlar ko'pchilik o'zi tanib million prosmotrlar bo'ldi-da bizda sizni chiqishingizdan keyin million prosmotrlar bo'lgan. Ko'pchilik ko'chada ham даже podkastda ko'rganman deb Instagram ko'rmagan odamlar ham videoda ko'rib, даже yozganlar bo'ldi, sizni podkastda ko'rdik deb. O'zimda ham birinchi marta shunaqa podkastda gapirishimda intervyu qilib, o'zimga ham yaxshi bo'ldi. Endi yulduzlikda boshlanish cho'qqisi kichkina narsadan boshlanadi, shunaqa qilib, xudo xolasa erkin yana ham gapirishni o'rgandim deydi bu. Xullas, Amerikada siz ishlaringiz a'lo, dahshat. Da, xudoga shukr, endi har doim a'lo bo'lmaydi. O'ziga yarasha kamchiliklari ham bo'lib turadi, no in general olib qaraganda, meni bu orzuyim bo'lgan, shuning uchun ham даже negativ bo'lib qolsa ham shuni pozitivga yo'yib, keyin o'zimiz xursand qilib yuraveramiz. Bu lekin zo'r xarakter. Taqdiz eshituvdim, bitta qiz bor ekan, shunaqa ertalab bilan turib baqirib mana qilar ekan. Hayot go'zal, yashamoq go'zal degan bir qizni haqida eshitdim. Ajoyib. Shu Mani gapim o'g'irlagan ekanlar. Shu siz Amerikada yashaydigan Bu bir qiz gapni men aytaman u. Ha, yo'q, sizmiz o'sha. Yo'q, men har doim shu gapni aytaman. Hayot go'zal, yashamoq totli deb. Men xuddi shu gapdan keyin motivatsiya oldim-da. "Oh, fantastik" deyishga. Har kuni chiqtiraman mana. Endi Safinaning gapini aytsam agar bu ko'p bo'lib qoladi, lekin men o'zim gapini o'ylab topishim kerak. "Oh, fantastic, good morning" deyman keyin hammaga. Bu juda ham zo'r xarakter. Любой yashash kerak o'zi. Nimaga? Xo'p, Safina, bilasizmi, hayotingiz davomida bo'lgan qanaqadir bir mudhish holat bormi? Mudhish holat. Aytmoqchimanki, sizni juda ham bir noqulay ahvolga soladigan holat bormi? Da, bor. Unaqa holatlar juda ko'p, lekin o'sha necha yil oldin bo'lganligi uchun ham u narsani hozir o'zi eslasa, odam kulib eslaydi. O'sha payt xafa qilgan bo'lish mumkin. Endi xohlagan vaziyat ham 2-3 yil, 1 yil o'tgandan keyin ahamiyatsiz bo'lib qoladi va kulgili narsani naborot kulib odam eslaydi. Albatta, albatta.
Manda qaysi? Manda unaqasi ko'p Shu bo'lgan. Hozir esimga birdan keladigan, birdan miyangizga keladigan qanaqadir ajoyib zo'r bo'lgan. Mayli, hozir aytaman. Xullas, bu o'qishga topshirishimdan oldin edi. Universitetga shu maktabda 11-sinf edim. O'qishga topshirishim kerak edi. Keyin universitetlarga apply qilib chiqdim, har xiliga. Международный universitetlarga topshirdim. Tam xalqaro institutlarga. Apply degan shaxi? Tushuntirib o'tingda, bu tushunmaydi. Apply degan nima degani? Bu tushunmay qolish haqi o'zi. Endi tezroq qilaman, tushunmay qoladi shaxi. Apple bilasiz. Apply degani almachani bitta chiqish degani shaxi. Tamom. Olmachani savatchalarga tashlab chiqasiz. Universitetga tashlab chiqadi almachani. Savatchaga tushsa o'qishga kiradi. Savatchaga tushsaga o'qishga kiradi. Tamom. Shunaqa. Bo'ldi. Davom etishingiz mumkin. Keyin Shunaqa universitetga topshirib chiqqanman, har xillariga. Keyin Inha universitetiga topshirganman. Bu bilsanglar, Korean universiteti Toshkentda joylashgan. Shunda men bilasizlar, Navoiydanman. Navoiydan Toshkentgacha 7 soatlik yo'l. Meni nima deysiz ekzamenim mashinada? Mashinada 7 soatlik? Samarqandda o'zi 5 soat yo'q. Navoiydan Toshkentgacha. Navoiydan Toshkentgacha 7 soatlik yo'l mashinada. Meni ertalab soat 9 da ekzamenim edi. Keyin tayyorlaning. Men dadam shunaqa odam, oxirgi taqab keyin ish qiladilar. Men o'xshaganlar. Bir kun oldin ish qilmaydilar hech qachon. 7 soatmi? 7 soat oldin chiqib ketishimiz kerak. Shunaqa parashyutda dadam yuradilar. Plan bo'yicha biz soat 4 da ertalab chiqib ketishimiz kerak edi. Ertalabki soat 4 da. Juda riskovni holat. Da, lekin dadam shunaqalar. 100% uxlab qolish mumkin bu Da. Shunaqa dadam soat 4 da budilnikka qo'ydilar. Biz o'z narsalarimizni, hamma narsani tayyorladik. Keyin oyimlar dadam telefonlarini olib soat 2 ga o'zgartirib qo'ydilar budilnikni oldinroq chiqib ketishimiz uchun. Oyis примерно vaziyatni biladi. Shuncha yil yashab qolgan primерно biladi bu odam. Shunaqa. Men bilan opamlar topshirishimiz kerak edi. Inha universitetiga. Bilimim juda yaxshi bo'lgan. Matematikani yomon ko'rganim 100 marta aytganman, lekin o'sha paytga kelib matematikam bilan zo'r bo'lgandi. Nimaga yomon ko'rasiz matematikani? Shunda eksigim. Nima uchun yomon ko'rasiz matematikani? Matematikada nima ayb? To'g'risi. Nima ayb matematikada haqiqatan? Miyamni ishlatishni yomon ko'raman, to'g'risi aytsam. Bilasiz, bu narsani ko'p ayollar yomon ko'radi. O'zbekcha anaqada, bilasizmi? Tojboy aytadi, bizda shunaqa miyalar bor. Umuman ishlatilmagan. Svejiy turibdi. O'sha eng yaqinli miyalar. Siz tan olyapsiz bu narsani, lekin bir xil tan olmaydi-da, shuni tan olasiz. Hozir ham miyamni ishlatishni yomon ko'raman, to'g'risi. Miyangizni ishlatmasdan Amerikada o'qib yuribsizmi hozir? Shunaqa. Yaxshi. miyani ishlatmasdan Amerikaga kelib o'qiyapti. Mana atrofga odam shunaqa do'stlarni yig'ib olish kerak, miyasi yaxshi ishlaydigan. Men aytaman-ku, atrofimga matematikani yaxshi biladigan, yo ITni yaxshi biladigan o'rtoqlar bor. Shularni yig'ib chirtib olganman, bir-birimizni to'ldirib turishimiz uchun. Siz ularni qaysi tomon, qaysi slab tomonni bilasiz? Ularga qanday o'rgatishlar qilasiz? Mana bularni qilib ber, yo'q, mana bularni qilish kerak deb. O'zingiz kallangiz ishlamasa bu narsaga kimdirga qildirish kerak, to'g'rimi? Yo, men anaqa emotsionalni kuchli odamman-da, odamlarga ta'sir o'tkazib bilaman, so'zlarim bilan. Tushundim. Qilma qobiliyatim bor. Pistolet chiqarib, manga qara. Mubetta. Kavchomni qilasan, bo'lmasa qilaman. Salom qilib, salom. Ko'p kitob o'qiganman, shuning uchun ham qayerdan uni gapirishni bilaman. Endi bildim. Ko'p kitob Darsi nima bo'ldi deb o'ylaysiz, Abdurashid? Ikkida budilnik chaldimikan, ulgurishdimikan? Ko'p kitob o'qiganlar. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Budilnik chalganda o'z bu yerda kelmasdilar, shu yerda o'qib yurgan bo'lardilar. Shunday. Ha. Bu ham bitta to'g'ri narsa, lekin kallamni ishlatmasdan hammasini qilaman deb ishlamagan kalla Amerikaga kelib o'qib yurib tan berish kerak. Ishlaydi, kalla unaqa ma'noda emas. Endi men matematika aytyapman endi. Xo'p, keyin budilnik choldimi? Interesno? Ha, budilnik chaldi soat 2 da. Lekin chib turmadi. Turdi. Dadam turg'izdik. Soat 4 bo'ldi, dadasi turing deb oyim aldab turg'izdilar. Dadam telefonga ham qaramadilar, yuz qo'llarini yuvdilar. Ishondilar, turdilar. Keyin hamma narsalarni yig'ishtirib, endi o'zi ham как будто butun umriga ketayotgan odamlardaqa narsalarni chemodanlarni olgan biza. Dadangiz nerlar chiqqan, cho'taman kam qiladimda nimagadir. Cho'taman o'zini kam qilib qoldimda nimagadir. Sezmadilar lekin boshda, keyin sezib uyqulari ochilib ketgandi. Mayli, turdik, hamma narsalarni yig'ishtirdik. Men, opam, ukam bormidi eslolmayman, tog'am ham bor. Tog'am ham Toshkentga borish kerak edi. Mashinaga tushdik hammamiz. Keyin tog'am oldinda o'tirdilar, men, opam, oyim orqada o'tiramiz mashinada. Keyin yurib ketishimiz kerak. Shu payt militsiya kelib qoldi.
Mashina qanday? Malibumida eslolmayman. Esimda yo'q. Malibudan ancha odam sig'iladi bo'lmasa, ancha. Malibu deyishim. Bagajda ham kimdir bo'lgan manimcha. Manimcha bagaj. Tog'oyingiz keyin bilasizmi? Bagajda mashina anaqalar bor, chemadon. Tog'oy sizni qachon Toshkentga ketasizlar degansiz. Falon kuni o'sha ishlarni o'shanga hisobini olib yurganlar. Bepul taksi ketganlar. Eshiklarni oldida Pochta uyda mochta. ketamiz, mashinaga shuni o'tirdinglar. Da. Eshik tagida politsiyskiy paydo bo'lib qoldimi shunda? Politsiyskiy anaqa gay xodimlari. gay xodimlari deydilar. Shu aylanib yuradi-yu, domlani pastida. Yurib o'tib qoldi. Ular Qanaqadir. boshqa aylanib yuradi. Bilasizmi? Siz ushlab No, yaxshi bo'ldi kelganlari. Biz boshida sal xafa anaqa kech qolib turibmiz, shu vaqtda olmasa bo'lardi dedik, lekin yaxshi keldi. Salomlashdi dadam bilan, qayerga ketyapsizlar deb so'radi yarim kechasi. Biz aytdik, ha, qizlarimni shu imtihoni bor, ketishimiz kerak, tayyorlanyapmiz. U payt endi bilmayman, soat может 2:30 bo'lganmi, nechidirda soat. Keyin bo'ldi, omad pasportingizni berasizmi deb so'radi. Keyin pasportni oldilar, tekshirdilar. Shu payt keyin turibmiz, xayolga kelib qoldi. Sani pasporting bormi deb qoldilar oyim menga. Keyin pasportim yo'qligi esimga tushib qoldi. Keyin pasportim uyda qolib ketibdi, olib chiqmadim pasportni dedim. Opam olgan ekan o'zi bilan pasportini. Bo'ldi, opamdan ko'ngil xotirjam. Keyin Opam sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Spesial olgansiz aytmagan. Men kirishim kerak o'qishga. Bu qolib ketsa. O'zi ko'p apa-singlar shunaqada kerak emas bu. Uyda ishlarni qilib yursin, otamga, onamga yordamlashib, men kiraman, men ketaman. Safina kerak emas o'zicha. Safinan chetlashish kerak sizlar. Eslamasin. Pasportini eslatmasin. Amerika samjimada, Amerika mamlakati. O'ziga tushmasligi kerak qanday bo'ladi? Sabab kallang ishlamaydi. Da. Shunaqa endi fikr bo'lgan bilmadim. Pasport esimizga tushdi. Meni pasportim yo'qligi. Dadamga aytdik, aytgancha pasport qolib ketibdi. Hozir kutib turing, pastda o'tirib turing, uyga chiqib qarab chiqinglar. Birinchi men o'zim chiqdim tepaga. Oyimlar hammalari kutib o'tiribdilar. Men har doim turadigan joydan olib chiqib ketmoqchi edim. Keyin chiqdim. Bizani domda 5-etajda turardi o'sha payti. Ikkita eshigimiz bor tam. Lift bormi, yo'qmi? Liftimiz yo'q edi. 5-etajda turasiz? Lift yo'q? Lift yo'q. Men sizni juda ham yaxshi tushunaman, chunki men ham 5-etajda turganman. Lift bo'lmagan sababli men o'zim edim Samandar aka o'xshabda. Yo'q, unchalik emas. O'zim edim juda. Rossiyadan kelgan payt. Hech kim chiqasdim-da. 110 kilolarding. Hech kim chiqasdim, har kuni onamni ko'rasdim, lekin borib-ku. 5-etajaga chiqib. Juda azob edi men uchun. Agar niday bo'q uydagilar xotinim bugun qo'yib pishiramiz, sizga xomada ro'zg'or dedi, ro'zg'or keyin yo'q. Pul bor, lekin ko'tarib chiqish yo'qmaydi shuncha narsani. Pravddan tepaga. Ko'nglim qolib ketgan 5-etajdan. Yo, bizga yoqardi lekin. Чтобы keep shape qilib turish uchun. Opa-singil ekolari. Qomatda turish uchun. Zo'r deya. Keyin kirdik ichkariga? Yo'q, kirmadik hali. Ikkita eshik bor edi. Birinchisi ochildi. Ikkinchisi qimmatdan boshab ketdim deyman. Ikkinchisi ochilmayapti-da. U ikkinchisini eng qiziq hech yopmasdik, chunki u prям temirdan tam qattiq eshik edi. Uni biz yopmasdik. Odatda Toshkentga ketayotganimiz uchun ikkinchisini ham yopganmiz. Bilmasdan yopib qo'yganmiz. Orqama oldin ikkita eshikmi? Da, orqama oldin ikkita eshik. Birinchisi oddiyroq eshik, ikkinchisi qalin eshik, prям juda ham qalin, qattiq eshik edi. Keyin uni ochishga harakat qilyapman, ochilmayapti. Oyimga telefon qilib, "Oy, shu yerda ochilmayapti, kelasizmi, yordam berasizmi?" Keldilar. Oyim harakat qilib ko'rdilar, yo'q, qila olmadilar. Keyin opam chaqirdilar, opam ham qila olmadi. Keyin tog'am chaqirdi. Dadamga aytishga hali duximiz yo'q. Chunki dadam juda asabiylashib ketadilar. Unaqa narsaga. Temur uxlamaganlar? Da, tezlashtirib yotuvdilar o'zi. Keyin tog'am chaqirdik. Tog'am ham harakat qilyapti. Qilyapmiz, bu qilyapmiz, yarim kechasi eshik ochilmayapti. Shunaqa asabiylashyapmiz endi, o'sha nerv bo'lib boshladik. Keyin bo'ldi, men aytmayman, boring siz ayting. Keyin tog'am borib dadamga qanaqadir qilib aytdilar. Dadam jahllari chiqib ketdi. Chiqdilar dadam keyin. Dada, hali 4gacha uxlashlari kerak edi o'zi hali. Jahllar chiqadi, 2:30 bo'lgan o'zi bu yo'q. Dadam hamma narsani parashyotda qilishlari kerak. Aytilgan narsa o'sha payt bo'lishi kerak. Vau, aytganlardan keyin nima bo'ldi? Keyin dadam chiqdilar. Dadam ham ocholmadilar o eshikni. Buzildi o eshik. Bilmayman nima bo'ldi, buzildi. Shunaqa stress bo'lyapmiz. Dadam bu yerdan asabiylashib yotdilar. Keyin nima qoldi? Malishim bu. Yo, eng qizig'i, eng katta umid mendan edi. Chunki meni matematikam yaxshi edi. Opam uxlab o'rgangan odamlardan-da matematikani. Hech kim opamga katta umid qilmaydi. Opajon kechirasiz, bu haqiqat. Yo, opajon bilasizmi nima? Uchida ozgina halgacha qaralsin, nimalar qilyapti bu. Men baribir yaxshiroq bo'laman. Oilada shunaqa bo'lsa kerak hammada. Opam borki, qilich bilan turib, Safina mendan birisi ketib qoldi Amerikaga iflos. Hali shoshmaydi, men ham boraman deb. Yo'q, opam Amerikaga mendan oldin kelgan.
Ha, yo'q-e? Keyin ketgan mendan oldin. Ha, bo'lmasa kechirasiz. Da, bo'lmasa Deb kechirasiz. hamma oilada shunaqa narsa bo'lsa kerak, kimdir vot qattiq tirishadi, ikkinchisi oson olib ketib qoladi. Bizda shunaqa edi. Men qattiq tirishadigan odamlardandim, lekin hech narsa qilmaydigan odam, opam har doim hamma joyda ish yurishib ketardi. Shu yerda ham shunaqa bo'ldi. Xullas, eshikni keyin ocha olmadik, oxirgi variant nima bo'ldi? Buzish plani keldi. Buzish uchun tog'amni yubordik uylariga, shtobi drelmi nimani olib kelgani, tog'am hovliga ketdilar, uzoq joyga. Tog'am keyin Уже vaqt kam qolibdi, vaqt kam vaqt qolibdi. kam qolyapti, drelni olib kelgani keldilar. Keyin o'zi nima qilishimiz kerak? Unga tokka ulash uchun yarim kechasi qo'shnini uyg'otish kerak. Kechasi 3 ta. Yarim kechasi keyin qo'shnini uyg'otganmiz, yon qo'shnimizni Xudoga shukr turgan, birdan yordam bergan, tokka ulaganmiz, eshikni buzganmiz. Uxlayman degan payt turg'izgansizlar uni. Bechora qo'shni. Soat 2:30 3 bo'lyapti meni shunaqada vaqt. Agar qo'shningiz uxlatgan bo'lsa yaxshi, agar qanaqadir masalan o'sha kuni romantik oqshom qilib, qanaqadir juda ham muhim kun bo'lsa agar qo'shningiz holgacha sizni manimcha duo qiladi. Da, qo'shni chiqdi-yu, keyin Qo'shni chiqdi, eshikni buzdik va nihoyat eshikni buzdik, keyin uyga kirdik. Qidiryapmiz, endi pasport hech qayerda yo'q. Hamma joy. Uyda prям ag'dar-to'ntar qilib tashadik, divanlarni tagiga qolmadi, shkaflarni tagiga qolmadi, hech narsa qolmadi, pasport yo'q. O'tirib keyin o'zimman sarosimaga tushib boshladim, yig'ladim. Bo'ldi, ketinglar, ketinglar, men qolaman, opam kech qolmasin deb yig'layman, lekin ketishini xohlamayman opamni. Keyin opangizdan berdan, men ketaman. Men o'z ketaman. Opam ham berdan anaqaga tus sepgandaqa balki anaqa yo'qdir pasporting, ha ketar biza deb turibdi, men battar ket deyman-da, ketma deyman-da ichimda, lekin ana rosa siqilganman. Xullaski o'tirdim, o'sha umidim uzdim. Bitta joyda o'tirib o'sha xayol surib, endi Xudo bilan gaplashaman, Xudoyim bunaqa sharmanda qilma meni. Ekzamindan kech qolmay, boray, o'tirdim-da turdim, o'sha ancha o'tib ketib qoldi-da. Keyin esimga shundoq birdan tushib qoldiki, shu bir hafta oldin maktabda o'qituvchimiz hamma pasportlarni terib chiqqandi. O'sha narsa esimga tushib qoldi. Yarim turibmanda, "Ona, men esimga tushib ketdi. Meni o'qituvchim pasportni yig'ib olgandi bir hafta oldin maktabda pasport deyapman-da. Soat 3 o'sha. Yarim kechasi 3. Keyin men aytaman, oyim ham asabiylashdilar. O'qituvchingga telefon qil endi. Telefon qilyapman, ko'tarmayapti o'qituvchim. Yarim kechasi 3da, конечно, ko'tarmaydi. O'sha sizni yaxshi ko'radigan o'qituvchingiz emasmi? O'sha sizni o'sha matematika jirafa deb maqtab matematika o'qituvchi emasmi? Yo'q, o'qituvchi emas. Alo, kim bu? Men jirafaman. Iltimos. Pasportim sizniki emasmi? Pasporting? O'qishga ketishga, hozir pasporting bo'lmasa o'qishga kira olmaysanmi deb? Men qara, jirafa soat nechiligini bilasanmi sen o'zi? Bilaman, jirafalar uxlamaydi kech payt, lekin sen menga qara pasporting menda yo'q. deb aytdilar. Da, unaqa bo'lmadi, Xudoga shukr. Qildik, o'qituvchim ko'tarmadi. Keyin tam klasskomga qildim. Uni telefonni odatda ko'tarardi, chunki ular juda yaqin edi. Telefon qildim, u ko'tarib qoldi, qanaqadir qilib. Keyin aytdim, o'qituvchi ko'tarmayapti, uyi qayerda, adresini berdim, adresini tashadi. Hozir o'qituvchi oldimda mana. Alo, o'qituvchi. Adresini tashadi, keyin o'sha dadam meni qanaqadir qilib aytish kerak pastga tushib bu narsani. Dadam mashinada kutib turibdi. Dadam bilmaydilar mashina hali maktabdaligini. Maktabga borish kerak. Keyin tushdik, dadamga aytdim, dadam keyin yaxshi gaplar bilan so'kdilar. So'kib mashinani rosa tez haydadilar. Hammani eslatdilarmi, xolangizni, hamma qarindoshlaringiz eslatib chiqdilarmi? Qaytib masan Toshkentga olib bormayman. Qol mana Navoiyda o'qi. Chiroyli gaplar bilan gapirdilar. Uzr dadajon, bu haqiqat. Borma, o'qima Toshkentga, sherda qol. O'qishing ham kerak emas deb, xullas keyin biz Eski shaharga qarab ketdik, uzoqqa. Endi Eski shahar siz o'sha ma'limizni uyiga boryapsizmi? Dam, ustoz uyiga ketamiz. Eski shaharda yashar ekan ustozam. Shu orada o'sha klasskom aloqaga chiqibdi, gaplashibdi, Xudoga shukr. Yarim kechasi o'sha o'qituvchim qaytib chiqdilar. Juda yaqin ekan bo'lmasa. Da, yaqin ekan, yaqinida. Klasskom qiz bola, ha? O'g'il bola. O'g'il bola. Yo'q, klasskom yordamchisi edi-da. Yo'q, u ham erkak kishi. U ham erkak kishi. Ha, yo'q. Xayolingizni. Unaqa emas. Ichim qaradim mana. Xayolingiz ketishi mumkin hozir. Xo'p, bo'lmasa endi qancha vaqt qoldi shu payt Safina? Keyin o'sha menimcha где-то 3:30lar bo'lgan. 3 menimcha 3dan o'tdimi endi где-то shunaqa vaqt. Yarim soat vaqt qoldi, chiqib ketish kerak o'zi. Menimcha shu 2ga emas, demak 1ga qo'ygan biz ham. Chunki juda ko'p narsa bo'ldi-da. Endi bu vaqt ichida buncha narsa ulgurish bu bilmadim. No, o'sha vaqt ketyapti. Keyin xullas nima bo'ldi? Bordik, o'qituvchidan kalta oldik. Shunda variant qo'ysak bo'ladimi? Maylimi sizga? Xullas nima bo'ldi keyin?
Safi? Manimcha borib keyin maktab qulf bo'lgan, borib qarovulni bular turg'izib bo'lgan yarim kecha. Qarovul aytganki, Yo'q. direktor mendan kalt olib ketgan edi degan. Ma'lumcha keyin ular direktor uyiga borgan bo'lishi mumkin. Maktab bir chon berdi. Ma'lum uyga boribdilar, bu sizlar ma'lumda uyga boribdi bu shu. Pasport maktabda-yu. Ha, pasportda-ku. Xuddi tushunmayapti. Maktab kaltini olish kerak. Mana o'zga kallam ishlamaydi kechirasiz. O'zini. Maktab kaltini olish kerak. Ha, O'qituvchi keyinchi maktab ham kalti. Xonani kalti olish kerak. Xonani kalti. Maktabda endi xonani kaltini birinchi topasizlar. Keyin maktab kaltini qidirish kerak. Vau. Keyin bo'lgan Lekin maktab kalt direktorda bo'ladi. Direktor o'zini uyida bo'lmaydi o'sha kuni. O'sha kuni payshanba kuni bo'ladi. Men tasavvur Boshqa joyda qilyapman, bo'ladi. siz otangizni u bunaqa yangiliklar bilan siz qanchalik umrini sochini oqartirib olgan bo'lsangiz. Uni biz hozir kulib eslaymiz. Xullas keyinchi nima bo'lgan sizni bersangiz? Madam, men ota becharaga rahmim kelyapti. Men o'zim tasavvur qilyapman. Ota o'rnida sochi oqarib. U maktab uy eshigi hal bo'ldi. Ochildi bitta muammo. Ikkinchi muammo endi maktabni sinfxonani kaliti bo'ldi. Endi maktab kaliti. Endi Maktab eshigi yopiq bo'lsa kerak. Yo'q, maktabda Yo, o'sha oxiri manimcha. вообще chiroyli tugaganda, lekin juda bir yaxshi emas O'zi tugagan. aytmaydi, biz aytmaydi, biz bilmaydi. Agar o'xshasa aytasiz jo'q. Biz o'zimizcha mana shunaqa narsani endi polbulni qilmaymiz-ku, prosta o'zimizni versiyamizni beramiz. Agar qanaqadir to'g'ri kelsa agar, to'g'ri keldingiz, bo'lmasa o'zingiz versiyangizni aytasiz oxirida. Xo'p, bilasizmi menimcha nima bo'lgan? Ana klasskom birga yashaydi. Direktor bilan. Direktor birga yashaydi. Direktor bilan? Ha. Direktor o'g'li emas edimi? Yo'q. Qanday klasskom bo'limi o'zi u? Klasskom. Klasskom bo'lish qiyin-ku. Yo'q, u juda aqlli bola ham emas edi, prosta yaxshi kelishardi-da. Bilmayman, shu uchun. Sal bunaqa emas edimi bu? O'g'il bolalarni anaqasi edi. Lideri deydimi? Yo'q. Datak bilimi yaxshi emas edi. Lider edi. Lider bo'lsa ham, aytibman, mamlakat masalim salgina ozgina bunaqa o'tirib. Safina, nima uchun sen MBA qilding bugun? Shunaqa emas edimi xarakteri? Yo'q, bola meni yaxshi ko'rardi. Ay, yo'q. Buni berdi, Mana bu yog'iga o'sha oson bitgan-da ishlar. Oson bitgan. Bu yog'iga o'sha Shuning uchun siz hammasi oson telefoningiz- bitgan, chunki Shuning uchun yarim kechasi bittada telefonlarni Shunday, ko'targan. Bo'lib Safina Shaxsini demagan. olib borib beray. Shaxsini Nima demak, badam bilan shaxsini- deganlar. Telefon qildi, sen Safina, men o'sha bolaman. Oti nima edi? O'sha otam U bola. aytishim shartmi? Endi men Abduvali. Abduvali. Anavi Toshkentga ketayotgan edik-da. Safina, Kalit kerak. sen nimaga buncha o'zing o'zgarib qoldi Safina? Yo'q, dadam so'kitlar meni. Safina, menga qara, bo'ldi bizlar. Hamma narsa tugadi bizlar. O'ramiz. Nima telefon qilyapsan? Kecha aytding-ku, Svitanga chiqmayman deb. Eshmat, kalit kerak. Eshmat emas. Ko'rdingmi? Eshmat bilan yuraver. Men Abdug'animan. Bor Eshmat bilan yuraver, iflos. Seni bunaqa qizlar, bunaqa bir yengiltak qizlar o'ylamardim. Bittasini yaxshi ko'rding. Cho'chqa, kalit kerak, kalit. Ikkinchi marta. Voy. Ikkinchi marta bilasanmi? Nimaga ikkinchi? Adam, короче, давай. Nimaga ikkinchi marta? So'ragin. Nimaga ikkinchi marta? Bugun meni onam cho'chqa deb gapirdi. Aytdim meni. Cho'chqalikni hamma biladi. Xo'p, Safina nimaga telefon qilding? Kalit kerak. Qanaqa kalt kerak? Direktor xonasini kalit. Ha, bir marta men yaxshi ko'raman san degin, keyin men beraman kaltimni aytib. Menga qara, o'z dadam seni ko'rsatib qo'yadilar. Например, shunaqa bo'lgan. Xo'p, endi o'zingiz bersangiz eshitayotgan nima bo'ldi? Keyin nima bo'ldi? Da xullas o'qituvchining uyiga bordik, kalt topib chiqib berdilar. Keyin o'sha maktabga qarab ketdik. Maktabdan ham o'sha tam baland zaborlaydi, zaborlardan ham sakrab tushdik. Tog'am bilan birgalikda. Keyin Sakraydigan payt kimdir ilinib qoldi, qon chiqib. Yo'q, buruk ilinib qolmadim hech. yo yaxshi sport bilan shug'ullanganim uchun hech qiynalmadim. Yaxshi sakrab chiqib, prям teppada edi zabor. O'shagacha chiqdik, sakradik. Vau, zaborlar uchida bunaqa nimasi bor edimi? Temirlari? Da, shunaqa edi. Shunaqa, prям katta zabor edi. U payt keyin qorovul, bilmayman, polis ko'rib qoldimi? O'sha payt polis kelib qoldi keyin. Militsiya keyin kelib qoldi. Biz zabordan oshganimizni ko'rdida, polis kelib qoldi. Sraz odam to'xtatib, o'sha gaplashib boshladilar, bir yo'qlik qilib. Biz endi eshik taqillatamiz. Eshikda hech kim ochmadi, odatdagidek maktab eshigini taqillatdi. Oxiri keyin qorovul eshitdi, qorovul bor ekan, Xudoga shukr. Keyin qorovul eshik ochdi. Keyin men o'qituvchim xonasiga qarab yugurdim, eshik ochdim, pasportni topdim va nihoyat keyin qani topdingiz shuncha katta maktab, shuncha ko'p o'quvchilar, uning ichidan qani topib oldingiz? ustozim tushuntirdida o'sha payti. Men xonamga kirasan, shkafimni ochasan, shkafda hamma pasportlar turibdi, o'sha yerdan topib olasan dedi. Hamma o'quvchining pasporti bor edi, men o'zimnikini oldim, topdim.
oldim keyin. Boshqa dokumentlarga ham qaramadingizmi? O'rda qani? Ana Mana bu yerda men o'zim topdim. Ha, nimadan baholar sistemasidan 5 hamma. Yilda o'qigacha 5 hamma. Safina 5 5 5. Shaqayam 3 5 bo'lgan qilib bo'lmaydi-ku, tushundingmi sen? 3 qanday 5 qiladi? 3 3 ga o'qiyapmiz Safina maktabda. Yo'q, 5 ga o'qiyapman. 3 ham olganmisiz? 3 ham olganman matematikadan. Yana o'sha matematika. Bu biz ajablanmaymiz, nima uchun matematika Yo'q, ekanligi. aytgancha, jirafa degan o'qituvchim fanidan olganman. 3 olganman. Xo'p, дальше nima bo'ldi Safina? Значит, siz topdingiz pasportingizni? Pasportimni topdim, oldim. Keyin shundan keyin mashinaga o'tirganimizni bilaman. Mashinaga o'tirishimiz bilan budilnik jiringlab qoldi. Soat 4. Wow. Ha, demak budilnikni biz o'zgartirmaganmiz. Dada aytganlar, eslatib chiqlarim hammani savolari onlayn Da, xuddi shunaqa bo'ldi. Endi kulyapmiz. Mana shu moment men hozir turishim kerak edi. Keyin oyim aytibdilar, "Ko'rdingiz, men shunaqa aqlliman. Men shu situatsiyalarni bilganmanki, oldindan sizni birda uyg'otganman" deb. O'sha keyin aytib o'tdilar-ki, kuldik, o'tirib kuldik. Dadam bir jahllari chiqdilar, keyin yana kuldik. Keyin aytamiz, "Ha, bu baribir oxirgacha esda qoladigan holat bo'ldi. Bir kun kelib kulib eslaymiz" dedik. Keyin shu bilan Toshkent yo'lga qarab chiqdik, bordik. Eng qizig'i, vot shuncha narsa menga ketdi, shuncha harakat qildik. O'sha imtihondan men yiqilib opam kirib ketgan. O'qishga kirishim vashta zo'r bo'lgan. Уже javoblari chiqdi. Umid mendan katta edi. Birinchi meni qaradik, javoblarini, qanday och atletlarni qaraylik, meni qaradik. Juda men F turibman-da, fail. O'tmaganman. Keyin sal xafa bo'lib, uncha ham xafa bo'lmadik, chunki oldinda yana ikkita ekzamen bor edi. Ulgurardim qolgan ikkitasiga ham. Keyin fail bo'libsan-da, ladna gaplashdik, muhokama qildik oyimlar bilan, keyin o'tirdik. Ladna hech qisi yo'q, keyingi safar kirasan, hech qisi yo'q deb meni tinchlantirdilar. Men ham aytdim, "Ha, mayli, men ishonaman kirishimga." Opayz o'rdan. Keyin yo'q, o'sha opam esda yo'q. Biz keyin turib ketdik, ishlan qilib yuribmizki, esimga tushib qoldi. "Oyi, opam tekshirmaymiz atvetini" dedim. "Sen kirmagansan, opang точно kirmagan. Shart emas tekshirish" dedilar. "Ha, bitta tekshiraylik. Ha, bitta tekshirib qo'yaylik, tekshirib qo'y." Tekshirib kirmagan ma'lum. Chunki anaqa edi, opam darslarda uxlab Katta qolardilar. farzandlarga shunaqa qaraladida. Aka, katta farzandlar. Mendan so'rang akam razani. Katta farzand как будто yo'q odamdek xuddi. Yo'q, bor odam emas, kuchuk faqat u просто. Xohlagan ishingizni berasiz, xohlagan ishlarni qiladi. Katta farzand degan shu aka, odam o'rnini ko'rmaydi hech kim. Как будто bir moshinka. Qul bor-ku, o'sha. Lekin o'sha kattalarning omadi kelib qoladi, mana shuni bilasizmi? Keyin tekshirmagan joydan. Hech narsa qilmasdan turib omadi kelib qoladi dedi. Tekshirdingiz keyin Keyin tekshirdik, bu yerdan keyin opam chetda past turibdi, o'tgan, oyim ham ko'ziga ishon aytadilar, "To'xta, boshqasiniki, mamchi boshqa raqam urvording, boshdan tekshirdi" deyaptilar. Chunki biz adashdik, u kira olmasa kerak. Birinchi mumkin Adashamiz kerak. Yana bir tekshiraylik. Bir xil o'ylarganlar oylarim. qanchalik podeshkada sizlar qanchalik zo'r podeshka. Yo, opajon kechiring, opam o'zi juda aqlli qiz. Matematikaga nisbatan doim darslarda uxlab qolardi. Shuning uchun ishonmasdik. Siz hozir bo'lku ham opayingiz maqtayapsiz. Ham opayingiz o'sha momentda yerga uryapsiz. Opamiz aqlli, faqat uxlab qolardi darslarda. Shunaqa salpalkalar. Bir omadi kelib qoladi sizlar. Shunday. O'zlarini qo'ymaydi, omadli deb. Oxirida keyin durakan video deb qoladi, tamom. Da, shunaqa bo'ladi, shunaqa ishlar yurishib ketadi. Opayingiz kirib ketdilar keyin. Opam o'qishga kirib ketdi. Vau, ajoyib. Shunaqa. Men bilasizlar, mana shu istoriyadan qissadan qissa nima? O'sha ona oylari surib qo'yganlar orqaga vaqtni. O'sha ham qarang, prosta emas, har bir narsani o'zini hikmati bo'ladi-da. Xo'q yaxshi bo'lsin, xo'q yomon bo'lsin. Yo'zi bu kishi o'sha apayz sen qolaver degan payt qolish kerak edi o'sha eshik ocha olmagan paytingiz. Bari Xudo yo'l bermaganda qarang. Da, hamma narsa xayr narsa bor ekan. Men o'sha payt tushunib yetmaganman, lekin men bu narsadan qissadan nima deyishimiz mumkin. Agar siz birorta narsaga qattiq erishishni xohlasangiz, xo'j u narsa sizdan bir qadam uzoqda bo'lsa, xayrli bo'lmasa nasib etmaydi. Agar sizga o'sha qaysidir narsa xayrli bo'lsa, tog'larning orqasida bo'lsa ham, u narsa baribir oson erishib qo'yiladi. Men shu qattiq harakat qilsam ham shu narsa bo'lmadi. Keyin bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Ma'no bola, stadionda bitta odam qoladi-yu. Ana qanday qolsak. Sudachidagi arriq bo'lish jo'rajon senga xayrli emas. Rahmat jo'ra. Shu uchun mana shu yurganingga shukr qil. Yo'q, keyin. Mana qara. Mana shu turishga shukr qilish kerakmi aka? Soppa sog'lom. Hay, o'zgina semiz nima qilibdi?
Zato jo'g'u o'tiribsiz. senga arriqlik to'g'ri kelmaydi. Nimani kattasidan olganmiz, shu to'ldirib o'tirishlari uchun. Mayli, xayr. Yura ber iltimos. Yo'q. Shaka ber. Mayli, keyin turamiz. Mayli, oberasizlar keyin, hay mayli. Xo'p, biz nima gap qozani? Mana shunaqada, masalan, green cardda o'ynaydi har yil odamlar. Chiqmadi deb xafa bo'ladi-da. Aytaman, mana shu chiqmagani ham sizga xayrlidir deb aytaman. Albatta. Shunday. Bilib bo'lmaydi, masalan, green cardda yutib chiqib kelib, masalan, Alloh saqlasin, mana bu yomon hodisalarga uchrab ketgan odamlarni eshitdim. Albatta. Shu chiqmagani ham green cardda unga masalan yaxshilik Amerikaga. Shunday. Hozircha yo'q. Xudo xohlasa harakat qilyapmiz. Siz birinchi boshda olgan videolaringizda dadangiz chiqqanlar, to'g'rimi? Rasmlari bor. U O'zbekistonda, O'zbekistondagi videolar. O'zbekistondagi videolar. Safina, siz red flagmisiz? Men green flagman. Endi mana shu sal oydinlik kirsa, nima o'zi bu? Red flag nima? Baravar tushmadi. Baravar tupoy bo'ldi. Jo'ra, tushunib berasiz. Red flag degani bu qizlar, men red flagman, o shahboz jon chiqadi. Men red flagman. Men shahbozga o'xshagan bolalar yo'qtirmayman. Podarka bersa agar bo'ladi, lekin podarka bermaydigan erkaklar, mujiklarni men yo'qtirmayman. Shunga o'xshagan gaplar bor. Salonni joyini to'ldirib gapirib tushunmayapman gapni. Joyim prosta uzunroqda, Safina. Men boshqacha eshitadi, eshitdim. Qarang. Yana bir marta aytamanki, men red flagman. Red flagning ma'nosi prosta bu bilasizmi, ustidan kuldoz bilasizmi? Yo'q, uni lug'atida say ko'p aka, tushunmaydi gapni. Qarangda, jo'g'im uzun bo'lsa agar shu ustidan kul boshlaydi, Safina. Keyinchi red flag yana nima? Multikka o'xshaysiz rostdan. Multik bor, o'sha multikka o'xshaysiz. Jo'g'i uzunmi? O'sha rejissyori shundan o'zi Jo'g'i uzun demadilar o'zi. Prosta multikka o'xshaysiz. Qaysi multik? Shu multikda ham jo'g'i uzun bor-ku. Jo'g'i uzunligini aytishadi emas shu yerda. Ha, endi hamma Xudo yaratgan shu Xudo bergan jo'g', nima qilayman shu jo'g' bilan? Qaymash nima deganmi? Yarashadi o'zingga ko'ra. Bo'ldi, hozir yana yarim soat siz jo'g'ingiz haqida gapirasiz, shundan tugasagan bo'ladi, bemalol. Shunday, jo'g'im men juda ham qiziq. Jo'g'imdan siz demaysiz o'tsa agar. Yo, flag tushuntir. Hozir tushuntiradilar. Red flag. Red flag? Ha, misiz. Ой, man никому как mamamcha green flagman. Ya'ni bu ma'lumot hozir balkim bu shovni ko'rib biz nimagadir savol qolishimiz mumkin. Вот, почему я задаю? Вот у меня голова работает. Я почему-то задаю этот вопрос, вот потому что всё. Endi tushuntirman. noqulay bo'lgan nima deydi? Hali hayotda hech narsaga erishmagan yoki bilmadim, hali nimalarga qiyinchilik ko'rmagan, даже qiyinchilik ko'rgan bo'lsa ham chet ko'rmagan, dunyoqarashi tor odamlar uchun men red flag bo'lishim mumkin. Lekin o'zini ustida ishlagan, qiyinchilik ko'rgan. Shunda pauza qilaydi. Qiyinchilik tushundingmi, jo'ra? Odamlar uchun, erkaklar uchun, ya'ni o'zini mujik deb hisoblaydigan, qiyinchilik ko'rgan, mana shunaqa hayotda o'zining tajribasi bor, ya'ni qiyinchilikka chidaydigan odamlar. Senga taalluqli emas ekan, tushundim. Keyingisichi? Ha, shu-da. Tushundingmi, jo'ra? Faqat tushunmoqchiman-da. Xo'p, keyin dalchi davom eting. Har xil vaziyatlardan o'tgan, qiyinchiliklar ko'rgan, o'qimishli insonni qadrlaydigan odam uchun green flagman deb o'ylayman, chunki sodda til bilan tushuntirganda zarg qadrini zargar bilar deydi-yu. Brilliant qadrini ham bilgan odam biladi. Hammadan ko'rib qolishim kerak. Ajoyib. Siz zarni o'zi shunday yo brilliantmi? Men zar. Zar. Brilliant. Brilliant. Yaxshi. Mendaqa tosh dunyoda yo'q deng. Andromeda planetasida bor deydi. O'sha zargar yaxshi zargar topilmayapti-da. Bo'lmasa, jadal tilda aytganda bo'lmasa, agar sizni oq otdagi shahzodangiz bo'lsa agar, kelsa agar, qanaqa holatda kelishini va kim bo'lishini xohlardingiz? Matematikasi yaxshi o'zi. Matematika emblem emas, qanaqa bo'lish kerak bu oldidagi. Qarang, she'rda ham matematika o'lyapti-da, shu men matematikam yaxshi emas, shu matematika yaxshi bo'lsa ekan, men sendan foydalanaman deb. Yo, lekin rost. Checkpointimda yozib qo'yganman daftarchamga. Ajoyib. Lekin mana shu narsa juda eshitganman, yozadi-ku odam masalan tasavvurida, masalan nimadir orzu qilasizda, detallarigacha yozib chiqasiz-ku, nima xohlashingiz. Aha. O'sha narsa keladi ham. Tamom, ertaga sabit oq Rolls Royce'da Ronaldoga o'xshagan bola. O'sha yozilgan menimcha, aytibdi yozilgan. Yozilgan o'sha. Xo'p, endi yana batafsil ma'lumot bersangiz agar sizni
Ya'ni masalan bizlar showimizni ko'rib, masalan, endi takoy navqiron, yaxshi, nima edi, yaxshi bolalar, O'ziga ishongan. o'ziga ishongan. Ya hozir trenddagi gap. Mahrga nima so'ragan bo'larsiz? Voy, Hozir ichirdi BMW, uy, boshqa nima deydi? Toshkentdan uy so'ragan bo'lardim. Shu nimaga hamma Toshkentdan uy so'raydi? Dubaydan so'rasammi? Toshkent juda oddiymi? Yo'q, Toshkentda nimaga hamma uy so'raydi? Voy, men unaqa narsa o'ylamayman to'g'risi. Qancha pul topish kerak? No, he should be better than me. Mendan yaxshi bo'lish kerak for sure. O'zim уже yaxshiman. Yaxshi so'zlayman edaman. Boshlandi. Ko'p odam tushunmayapti. Mayda nima qilib alpomish turib, "Voy, nima deyapti bu anglizchalar?" Bu nima deyapti? Men trakda shuncha pulim bor, men bunga uylanmoqchi bo'lib yuruvdim. Bo'lmaydi, men o'qimagan, matematikaga ham, maktabga ham bormaganman deb. O'zi kimdir sizni orzu qilib yurgan bo'lishi mumkin. Faqat o'qimishli yoki boy bo'lish shartmi? Masalan, pasporti bo'lish shartmi Amerikada? Meksikadan kelgan, o'zingizga yoqadigan, sizni baxtli qila oladigan bola bo'lsa-chi? Menga o'xshagan demoqchisizmi? Yo'q, men o'zimni aytmayapman, вообще-то. Masalan, men o'zi o'ylayman, hamma narsaga ham, hamma o'zini dunyoqarashdan kelib chiqib, o'zini insoni bilan bo'lsa baxtli bo'ladi. Например, agar siz boshqa narsani xohlasangiz, oddiy so'z bilan tushuntirsa, siz olma xohlasangiz, lekin olmadan keyin mandarin bo'lishini kutsangiz, u narsa bo'ladigan narsa emas. Tем более men уже shu yoshga kirib, 23 yoshdaman. Shuncha o'zimni ustimda ishlagan, har doim kirib desangiz, o'zim Samina 50gacha kirganman, shu yoshga kirib, men tushunib yetdimki, mujiklar iplos bo'lish. unaqa o'ylamayman. Ajoyib, yo'q, fikrlaringiz juda ham zo'r. Siz fikrlaringiz trezi, siz har holda mana bunaqa chiqib olib hozir qizlar bo'lib, red flagman. Oyiga 55 million dollar ishlash kerak menga olmoqchi bo'lgan odam. Yo'q, bilmadim. Men o'zimdan ko'p narsa so'ramayman. Men xohlaydigan narsa o'zimga o'xshagan odam bo'lsin, tamom. Vibe men bilan to'g'ri kelsin. Men chunki to'g'risi dunyoqarashim juda ham spontaneous narsalar xohlayman. Kutilmagan narsalar, kutilmagan sayohatlar, kutilmagan ketdik deganda ketamiz. Oddiy narsalar, например, vibe to'g'ri kelsinda, например, ertalab tong saharda рассветda встречайся qilish, quyosh tong otishini yoki mashinada road trip qilib ketib borish, kutilmaganda biletlar olish. Qoravoydan sovchi kelsa tegasizmi? Qoravoy, amerikanец, a? Yo'q. Yaxshi odam bo'lsa. Yaxshi odam bo'lsa-chi? Siz xohlagan ideal inson bo'lsa, rangi qora faqat, qoravoy. Endi katta ketmayin, hamma niyati bor, unaqa inson xudo naqqa Endi biz ham qoravoylar yerib olmoqchi emasmiz, sразу bu yerda qoravoylar kelib yig'ilib olib, ofis oldida shaxmat ushlab olib, akajon men unaqa demagandim, akajon men unaqa savol bermagandim. Yo'q, lekin ajoyib fikrlaringiz juda ham yoqibdi menga. Juda kelishmay qoldi gapim. Ismi Safina? Nafisa. Nafisa. Asl ismim Nafisa, lekin Safina bu nikim chunki O'zbekistonda meni ismimga juda ham ko'p prikol qilib, nikla qilib tashishga menga yoqmaydi, shuning uchun agar ili bo'lmasa isi tushib qolsa ham yoqmaydi. O'zinglar tushundinglar. Endi tushirib aytkim kelmaydi. To'xtang hozir. Ya o'lyapti hozir, isiz qanday bo'layotgan, to'g'ri o'lyapti hozir. Chaqi Yo'q, o'lyapti. Safina degan men bu kishini masalan necha yildan beri Instagram ochganingizga qancha bo'ldi? 2,5 yil, 2 yil, 2,5 yil. Kelganingizga necha yil bo'ldi? 3 yil. 3 yil. Men sizni 2 yildan beri kuzataman. 2 yildan beri kuzatsam, men Kimga kuzatasan? O'ynagan. Kuzatıyorsan aqalaridan. O'ynamagan hech kim. Buncha подписчик. Biz bilmaymiz. Sen iplos kuzatib yurasan sahna arkasidan. Men birinchi marta, ikkinchi marta ko'rib turibman bu kishini. Men hech qayerda kuzatganim emas. Instagramlarni kuzataman. Qanday qilib siz hater bo'lib turib shuna blogerchani o'tkazib oldingiz? U hatermisiz? Bular hater, haqiqiy hater hayotda ko'rmayapman. Bu nimagadir Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi haterlarni ko'rishi. Bu nimagadir shu endi bilmadim, sal bo'lsa ham ichida vijdonli bugun eslatib qoldi haterliklar bilan. Shu ozgina shu qizlarni ko'rganda haterliging juda tushmay qoladi sana. Endi o'tgan safar Mubetta bilan hazil qilganimda chiqib ketishda ozgina xafa bo'libdilar-da. Lekin men Mubettaga aytmoqchiman, juda ham zo'r xarakteri, haqiqatan men tan berdim. Haterlik qildingizmi? Endi ozgina-da, endi men rolim shunaqada, men o'zi, men ishchiman o'zi berdi, oddiy bilan meni bog'lab qo'yishga. Buni o'zi vazifasi hammaga shu dakabatsa qilib hammaga haterlik qilish. Lekin bu ozgina suyak yo'qroqda qizlar ko'rganda ozgina qoladi. Unaqa deyman. Hammasi yaxshi. Qaymayli.
Xo'p, keyin boshqa nimaga o'tib ketdik? O'zi qaysi temada edik? Bilmadim, o'zi eslatib qo'yamizda. Ha, Safina yoshingiz nechida? 23 hozir aytdim. 23. Ha, bir kunda sizga nechta bola yozadi? Salom, qo'lcha, yurakcha, olovcha istoriyalaringiz to'lib ketadi Eng baribir. antiqa kommentlardan. Kommentlar masalan. Qaysi komment edi? Eng antiqasimi har doim keladigani manaqa men o'sha kulgim keladi. O'zim o'sha payt erkak his qilib ketaman. Qanaqa topinglar, qanaqa komment bo'lishi mumkin Abdurash? Qanaqa komment bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. O'zingizni erkak his qilasiz shu payt? Shu komment Erkakmi? Erkak his qilib boraman. Nima bo'lishi mumkin bu? Nima yozilgan bo'lishi mumkin? Может быть, mani anavi endi menga qayoqma har kanasiga yo'q sirazi bu-ku. Mani mening shunaqaki hozir agar sal gravamentroq erkak nima degan bo'lasizda? Pul so'raydimi? Pul ham so'raydi, no unisi eng populyarnisi boshqa. Qaysi kommentdan keyin o'zlarini erkakdek his qiladilar? yoki sizga qanaqa komment yozilsa, o'zingiz ayol kishini his qilyapsiz. To'g'ri kelishi mumkinmi deb o'ylaysiz? Men narsani muzoka qiliraman, bo'lgan narsani. TikTokda bittasi menga Hi, how are you deb yozdi. Endi men TikTokda o'yladim, hi dedim, yo'g'irdim. Arabistonning qaysidir joyidan ekan. Doda yozib bitta gap aytay nima? Qayerdan bilasiz что? Hi, how are you degan bo'lsa, hi, how are you degandirda. Может быть, shunaqa deb o'yladim men. Men как erkak kishi, qani Sabina, как erkak kishi uni как jo'rada qabul qilaman. Aslan meni seni videolarini ko'rib boraman debdi. O, rahmat deyapman. Telefon nomering ber deb yozdi. Telefon nomerim nima ekan sen aka? I love you deb yozdim men. O'g'il bola. Yurashadi. Meni hayotim bor-ku, deb o'zim ketdim. Alam chiqdimi? O'y ishda alam yotibman. Nasıl? Nima deyapman? Men hozirgacha bo'lgan hayotim o'zgarib ketdi. Tushunmadim deb yozdim. Birinchi marta emas-ku. I don't understand deb yozdim. Voraymen dedim, kulgichani yordim ham. I love you deyapti. Katta sertsan rasm jo'natdim men. Men shuni turdim, qulfolloh, Alloh sanallarni yaratdi. Faqat o'sha men suralar aytib boshladim-da, chunki birinchi marta bunaqa narsa menda. Ya, birinchi marta. O'sha vaqtda men ozgina o'zimni ayol his qildim-da. Ay, endi tushunasizmi? Ya, albatta hozir juda ketmasman, normalmi? Stop, men normalmi? Endi kommentariyga kelsak, o'sha sizning kommentariyangizga. Men o'ylayman, biron kishi sizga bironta juda ham sizdan ham nozik bo'lgan, juda ham nozik qiz, может быть, sizga shunaqa kommentariy yozganki, sizni qanidir, bu вообще qizlarga yarashmaydi. Meni xarakterim o'rbochaku deb, men seni bugun kechqurun bilan deb o'sha uchun shunaqa narsa kelgandirda xayolingizda. Men chota ayta olmadim, aytgan. Yo'q, eshitaylik o'zim. Hayolim ketib qoldi. Hayolim ketib qoldi. Xo'p, o'zingiz fikringiz qanaqa bo'lgan? Yo, menda ko'p keladi. Anaqa pasportingiz bormi? Iltimos anaqa erga teging, menga dokument qilib bering, iltimos. Yo'qqa borgandan keyin polni hamma sizni cover qilaman yoki bo'lmasa iltimos dokument qiling, yo'qqa borgandan keyin nimadir yordam beraman. Bir nima shunaqa gaplar, dokumentim bor deb o'ylashadi. Shuning uchun ham menga iltimos turmushga chiqing, dokument menga qilib bering, savob yo'lida dokument qilib bering yoki bir nima shunaqa gaplar. Siz o'sha vaqtda o'sha vaqt как будто o'zingizni mujik his qilasiz. Da, shunaqa g'alati his qilib ketaman. Pul so'rab yozadiganlar ham bor. Uni qayerda nimaga? Shahboz. Men unaqa yozmaganman. Shahboz. Men unaqa yozmaganman. Sani produktdan shu gap. O'ylagan men unaqa Sen yozmaganman. yozgansiz shu narsalar bor-ku. Aynan mana shu hater yozgan sizga ana shu gaplar bor-ku. Men dokumentim bor. Dokumentim bor. Qanaqa dokument? Pasportingmi? Isroil Shahboz deb yozganmi? Trenkar. Bo'lmasa shu gaplar sizni joningizni chiqarib, ya'ni siz erkak har xil qilib yozishadi. Xuddi o'g'il bola, как будто endi o'g'il bola nimadir qiladi, odatda qiz bola emas. O'g'il bola qilish kerak qiz bolaga. Shunaqa gaplar keladi-da, tam o'zim realno qanaqadir men o'g'il bola roliga o'zim tushib qolganda his qilib boraman shunaqa payt. Sizni kuzatuvchilar o'zi ko'rib, masalan, boyvachcha bir pasporti bor odamlar. Nima uchun Safina O'zbekistonda yurganlar, aynan O'zbekistonda yurganlar, bizning hayotimizni ko'rib Instagramda kuzatib, bular zo'r yashayapti, hech qanaqa kam ko'sti yo'q. Oyiga bir 10 ming, 15 ming dollar pul topayapti. Shu uchun qiyinchilikni ham ko'rsatib, qiyinchiliklarni aytish kerak. Safina boshlanmoqda heyt boshlanmoqda aytib qo'ying. Qiyinchilikni ayting. To'g'ri,
qiyinchiliklarni men hech qachon yashirmaganman. O'z har doim aytganman. Lekin ko'p holatda nima bo'ladi? Qiyinchilik ko'rgan odam, sizni hayotingizda ko'rgan qiyinchiligingizni ko'rgan odam ko'p holatda sizga qanaqadir yordam qilmaydi. Hech qanaqa yordam bermaydi. Ko'p dushmanlaringiz xursand bo'ladi. Ulardan foydasi yo'q. Hammani hayotda dardi, muammosi yetib ortib yotibdi. Hech kim, misol uchun, muammosiz odam yo'q. Ular Instagramga chalg'ish uchun kiradi. Ular yana meni ham muammomni ko'rib, ularga men double bo'lishni istamayman. Nabarot, o'zimni muammolarimni ham o'zimni yengil qilishni istayman. Nima foydasi bor? Kimga aytib yurgandan ularga yordam bermaydi. Menga ham yordami yo'q. Men bitta narsani o'ylayman, что siz aytdingizki, hozir odamlar sizni qarab millioner boy deb o'ylaydi-da. U narsani qanaqa odamlar o'ylaydi? Hayotdan zavqlanishni bilmaydigan odamlar o'ylaydi. Например, men hozir просто downtownga chiqib, qaysidir rooftopga borib, просто men o'zimga suv order qilishim mumkin va men o'shani Instagramga qo'yaman. Oy, bu millioner ekan, shunaqa zo'r restoranda o'tiribdi. Ular bilmaydiki, men bu yoqqa просто hech qanaqa pul to'lamasdan o'sha manzaradan zavqlanish uchun kelganman. Odamlar o'ylaydi, puli ko'p. Yo'q, unaqa emas. Просто odam mayda narsalardan zavqlanish bilish kerak. O'zbekistonda ham shunaqa edim. O'zbekistonda ham hozirgina bizni zo'r yurardim. Ajoyib. Oddiygina kamtargina Lexusda yurib, Amerikada kamtar. Shunday. Lexusdan maza qilib yuribman. Shunday. Amerikani bir nufuzli O'zbekistonda o'ylaydi, bu Lexusni kechga olgan, bu mashina narxini urib ko'radi. Bu yerda 60 ming, bizda 120 ming. Qanday olgan bo'lsa, bu nima ish qilyapti? Qiziqda ularga, O'zbekistondagi odamlarga qiziq. Keyin aytadi-da, bolalar o'tirib oladi-yu, menga ham dokument qilib bering. U oddiy hol. Bir sizga emas, hammaga yozadi bu yerda. Hamma shahbozga yozadi. Ko'p odamlar dokument qilib beringlar deb. Dokument qilib beringlar. Menga bir kun endi shunaqa bo'ldi, hazil emas. To'g'risini aytaman. Bitta erkak menga SMS yozyapti. Meni pasportim bor. Men bilan zaks qil, er-xotin bo'lib yashaylik. Men senga green card olib beraman deyapti. Menga erkak kishi yozyapti. Zo'r variant shaqiy. Yaxshi variant. Jo'rasan uchun. Yo'q, men uchun green card kerak emas. Kontrakt bo'lasan. Yo'q. Adinazni kechirasizlar. Ana u menga qara, jo'ra. Keyin men senga o'sha odamni Bunaqa imkoniyat bir marta bo'ladi. Yo'q. U senga ham yozgan u. Shaqiy Senga ham yozgan. Yurakchani ko'rsatding ko'zingda. Bunga ham yurakchi yuborgan. O'sha bo'lami? Men chunki Abdurashid bilan mo'j kelishasan deganimda buni yozgan keyin o'ziga ko'rsatdim. Menimcha siz nima qilib Abdurashidning profilini berib o'rgansiz. Mana shu bolaga yozsam, u rozi bo'ladimi? Da. Mana Abdurashid mana bir degani endi xatdan kelgan. Jo'ra, lekin o'ylab ko'rgan yaxshi variant, to'g'risi. Endi nima deymiz endi? Xo'p, Safinaga qaytsak yana. Qo'yinglar bunaqa yo'q temalari. degan temalari qo'yinglar. Xo'p, Safina. Xushkepsiz. Tashrif uchun kattakon rahmat. Rahmat kattakon. Xushkepsiz. Turkiyada yo'qdi. Sizni Samandorga turib ketsin deyapti sizni. Ya, endi bu shou, bu podkast emas, menimcha juda ham uzun bo'lib ketsa odamlar lekin mazza qiling. Kattakon rahmat sizga. Ajoyib suhbat bo'ldi. Mana bu, lekin Safina anaqa Instagramda qanaqa bo'lsa, hayotda ham shunaqa. Shunday, shunisiga mazza qildim. Safina haqiqatan shu narsani chiqarib berdilar o'zi biza. Yaxshi. Mazza gaplashdik, любой temada gaplashdik. Ya'ni o'zlarini qanday bo'lsalarga shuni ko'rsatib berdilar. Bu olqishlar sizga Safina. Давайте, barachalar. Tashrifingiz uchun rahmat. Safina, Rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Juda ham mazza qildim. Gap yo'q, sizga yoqdimi? Da, yoqdi. Ishingizga omad tilayman. Xudo xolasa 1 million bo'linglar. Rahmat kattakon. Bundan keyin sizni nasibingizni berib ko'p kelasiz o'g'li. Biz katta shou qilib, hammaga shu xursandchilik, yaxshi kayfiyat berishda davom etamiz. Kelganingiz uchun kattakon rahmat Safina. Rahmat. Thank you. Bye bye. Bye bye. Woo! Fantastic.